Assalomu alaykum, azizlarim. Toza havo yo'q, toza havo yo'q deydi insonlar. Toza havo bor, toza havo ichingizda turibdi, azizim. Vibratsiyangizni ko'tarsangiz, nuringizni oshirsangiz, o'zingiz ustingizda ishlasangiz, har doim kulib yursangiz, mehrda, muhabbatda bo'lsangiz, insonlarga shirin so'z aytsangiz, bittagina tabassumingizni bersangiz, ana bu sizni toza havoingiz bo'ladi. Toza havoga qo'shgan sizni mehringiz bo'ladi, yuragingiz bo'ladi. Chunki yurak, qalb bilan siz ichingizdan o'sha farzandlaringizga, uydagilarga, ko'chadagi insonlarga, butun dunyoga mehr, muhabbat taratib, yaxshi niyatda bo'lsangiz, azizlarim, ana bunda bizni toza havomiz ko'tarilib, zo'r bo'ladi. Toza havoda yashaymiz. Vibratsiyalarimiz hammani oldidagi vibratsiyalari o'sha tozalanaversa,